Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni diniy e'tiqodi va madaniyati sababli kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ib olish lagerlariga qamag'anligiga doir bir hujjat matbuotlarda fosh qilindi. Birlashma agentligi erishgan bu hujjatda Xitoy doiralarining kimlarni yig'ib olish lagerlariga qamashga qanday qaror beradiganligi haqida keng doiralik uchurlar yer olgan. 2017 va 2018 yillarda tutqun qilingan 311 Uyg'ur haqidagi uchurlar yer olgan hujjatda bu kishilarning 2000 dan ortiq urug' tuqqan qo'shni va do'stlarining ismlari, kimlik nomeri, namoz o'qimaydiganligi va Qur'on o'qiydigan yoki o'qimaydiganligiga doir nurg'un ma'lumot diqqatni tortdi. Har bir kishiga doir uchurlarda u kishining ismi, adresi, kimlik nomeri, tutilish tarixi va tutib turilayotgan yeri bilan birga diniy e'tiqodi, burun nada turganligi, qo'lga ilinish sababi va qo'yib berilmasligi doir tafsilotlarni o'z ichiga olgan bir hujjat arxiv qilib turg'izilgan. Bu hujjat Xitoy hukumatining o'zlari aytganda kishilarni faqatla siyosiy oshqunlik sababli emas, balki ibodat qilish, masjidga berish, uzun soqol qo'yish va planliq tug'ut xiloflik qilish qatorliq sababli tutqun qilinganligi o'tirg'a chiqqan. Muhojiratga Uyg'urlar orqali taratqularga yetkazilgan bu hujjatlar 2019 yil martgacha bo'lgan uchurlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bu hujjat Taklamakan qumluqining janubiga joylashgan 650 ming nopsi bo'lgan va nopsining 97%ni Uyg'urlar tashkil qilgan Qarqash noyisidan kelgan bo'lg'achqa Qarqash tizimligi deb atalmoqda. Türkiye Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining bayonotchisi Ömer Çelik axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'urlar haqida so'ralgan savolga javob berib mundaq dedi. Uyg'ur turklari haqida bu mezgilda yana o'ttirg'i chiqqan salbiy xabarlar haqidagi andishimizni, buningdan afsuslanganligimizni bildiraman. Belgininglardek, bu biz burundan yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan bir masaladir. Xitoy doiralari bilan bu vaqtdagi uchrashishlarimiz davomlashyapti. Türkiye'de bir ömek o'xshash bo'lmagan joylarni ko'rish maqsadida u yerga bir ziyorat elib bordi. Biz bu ziyoratning ochiq bo'lishini, biz arzu qilgan, Türkiye arzu qilgan yerlarning bizga ochilishi, Uyg'urlarga doir bu xil andishli xabarlarning oxirlashini umid qiladiganligimizni bildiramiz. Rossiya koronavirus sababli 19 fevraldan e'tiboran Xitoy fuqarolariga o'qish va savdo chaqirig'i bilan birga viza berishni vaqtli to'xtatadiganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Hindiston, Pokiston chegarasini ziyorat qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Wuhan virusining sahiya sistemasi taraqqiy qilmagan Afrika davlatlariga tarqalishidan andisha qiladiganligini tilga oldi. Va tahdid bakcho'ng, dunyo buningga tayyor turishi lozim. Dunyo sahiya tashkiloti bundaq bir ahvolga qanday taqobil turish haqida xizmatini davomlashtirmoqda dedi. Xitoyda yangi tipli koronavirusi o'tirg'i chiqqan Wuhan shahrida virusga qarshi oldingi hisobda xizmat qilayotgan Wuchang doktorxonasining boshlig'i doktor Li Jiming virus sababli o'ldi. Bunun bilan Wuhan virusdan yuqumlanib o'lgan doktorlarning soni 7 ga yetdi. Koronavirusiga qarshi oldingi hisob bo'lgan Wuchang doktorxonasining boshlig'i Li Jiming tibbiy sohada tanilgan mutaxassislardan biri ekanligi bildirildi. Xitoyda navbatda koronavirus sababli o'lganlar sonining 2000 ga yaqinlashganligini e'lon qildi. Wuhan shahriga sahiya xodimlari va askarlar bo'lib 30 ming kishi avatilgan. Yana bir tarafdan Wuhan virusining Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur qamalgan yig'ilish lagerlariga olib keladigan xavfi andish paydo qilish bilan birga bundaq bir ahvolda yuzlagan Uyg'ur doktorining Wuhanga avatilishi diqqatni tortmoqda. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Turkiya va Rossiya hayatlarining Idlib masalasida ilib borgan uchrashishdan keyin bayonot e'lon qilib, har ikki taraf insoniy krizisni yengiltish uchun hozirgi kelishimlarga amal qiladiganligini bildirishdi dedi. Bayonotda yana ikki davlat hayatlarining 17 va 18 fevral kunlari o'tkazilgan uchrashishda Idlibdagi jiddiylik bilan birga Suriya vaziyatini konkret muzokara qiladiganligi bildirildi.